Любой bilan kelsa mana shu haqiqatan mana shu pulni qo'yamiz, mana shu mana bo'ldi. Любой keldi, mana shu $10 qo'ysam, men kalotkani qo'yaman desam, любой bilan sporlashaman. Chunki mening mahsulotim eng zo'ri. Men jahlim chiqadigan odamlarda oladi, arzonchi kalotka bilan solishtirib, nima qilish kerak emas odamlar, sifatiga qaraydi. Bizning model kalotkamiz dunyo bo'yicha 3-o'rinda turadigan Toyota mashinani zavodga chiqadigan Adivoice degan kalotkaning materialidan eksport qilinadi bizniki. Любой bilan misol solishtirib qo'yasiz, bizda sertifikatlari ham bor. Adivoice materialidan ishlab chiqariladi. Chevrolet'da muammo bo'lyapti, men bekitmayman. Что bizlarni mol zo'r chiqyapti, tishlamayapti, bo'lyapti, hammasini to'g'rilab kelamiz postepенно. Chevrolet o'zi to'g'risi любой narsasini qo'ysa muammo. Inomarka sotamiz, 99% muammo yo'q. Odamlar xursand bo'lib olib ketganiga. Ukam, yaxshi olib kel, sotinglar bo'lsin nalichida. Chunki sen bizga $20 bergan narsani bizga arzon bunaqasini $50 ga olamiz deb odamlar xursand. Chevrolet nuqul noit qiladi.